Muhammad degan ism og'irmi? Bir tanishim o'g'liga Muhammad ismini qo'ysa, qarindoshlari bu ism bolaga og'irlik qiladi deyishibdi. Shu to'g'rimi? Bismillahirrohmanirrohim. Ism bolaga og'irlik qiladi degan gap noto'g'ri. Butun olamlarga rahmat qilib yuborilgan zot Muhammad alayhissalomning muborak ismlari ham og'ir bo'ladimi? Aksincha, bu kabi ismlar tabarruk hisoblanadi. Bu ism bor oilada barakot bo'ladi. Jobir roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilar: An Jabirin annan nabiyya sollallohu alayhi va sallam qol: Sammu bi ismi va la takannaw bi kunyati fa inni innama ju'iltu qasiman aqsimu baynakum. Muttafaqun alayh. Mening ismimni qo'yinglar, kunyamni qo'ymanglar. Chunki men sizning o'rtangizda ilmni taqsimlovchi qilindim. Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyati. Bu hadisda Payg'ambarimiz alayhissalom ochiq-oydin ismlarini qo'yishga targ'ib qilmoqdalar. Shu bilan birga kunyalari bo'lmish Abul Qosim bilan kunyalanishdan qaytarmoqdalar. Ulamolar buning sababi borasida turli fikrlarni bildirganlar. Ko'pchiliklari bu qaytariq u zotning hayotlik chog'lariga tegishli degan so'zni ustun ko'radilar. Farzandga chiroyli ism qo'yish ota-onaning burchlaridan biridir. Farzand kelajakda o'z ismidan uyalmaydigan bo'lishi kerak va yaxshi odam ekani bilinib turishi lozim. Anabi Darda radhiyallohu anhu qol: Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Innakum tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud va Ibn Hibban va Tabarani. Abu Darda roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qiyomat kunida o'z ismingiz va otalaringiz ismlari bilan chaqirilasizlar. Shuning uchun farzandlarga chiroyli ism qo'yinglar deganlar. Imom Ahmad, Abu Dovud, Ibn Hibban va Tabarani rivoyati. Vallohu a'lam. O'zbekiston musulmonlari idorasi Fatvo hay'ati